Endi qisqaroq qilamiz. Bu bitta islomda hamma narsa bori bilan bo'ladi. Birinchisi pivo. Nomi pivo bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Islomda 1400 yil ilgari al halol bayyinun val harom bayyinun dedilar. Halol ochiq, harom ham ochiq dedilar. Va baynahuma shubbahatun. Ikkovini o'rtasida shubhali narsalar bor. Musulmon odam shubhalidan ham ehtiyot bo'lsin dedilar. To'planib haromga kirib ketadi dedilar. Halolini qilsin dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, muskir, kayf qilguvchi hamma narsa, kulli muskirin. Bundan 100 yil ilgari ehtimol afyun yo'q edi. 50 yil ilgari yina yo'q edi. Qiyomatga doğru yana necha xillari chiqishi mumkin. Hiydeydigan, ichadigan, tutunini tortadigan, kayf qiladiganda hammasi harom dedilar. Kayf qiladigan narsani hammasi harom. Bez alkogolni degan narsa, kayf qilmaydigan narsami? Halol. Tarkibi halol narsadan bo'lsin. Bug'doydan bo'ladimi? Bug'doyda achitqisi bo'ladimi? Uni gradisi yo'qmi? Kayf qilmaydimi? U halol u. To'g'ri olib oling. Kayf qilmaydigan halol narsadan tayyorlangan narsa, uni qattig'i ham, suyug'i ham halol bo'ladi. O'z nomi bilan bez alkogol deyapti. Kayf qilmaydigan ichimlik deyapti. Bu narsa halol bo'ladi. Tamam bu gap. Yer yuzida bitta hukm. Yer yuzida bitta hukm bu. 1 gradus qo'shilib qolishligi bilan harom. Bitta qozondagi 1000 kishilik ovqatga bir tomim najosat siydik tushib ketsa harom bo'ladi. Tamam. Bunisi ketdi. Ikkinchisi sigaret. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalar deb musulmon bandalarga Xudo nido qilyapti. Kulu minat tayyibat. Pokiza narsalarni iste'mol qilinglar deyapti. Sigaretning tarkibi nima? Mahorkami? Bu toza narsami? Aytinglar, toza narsami bu? Harom bu. Buni yeyish ham, chekish ham harom bu. Sarimsoq piyoz yegan odam masjidimizga kirmasin dedilar Payg'ambar alayhisalom. Sarimsoq halol. Piyoz halol. Nimaga kirmaylar masjidimizga dedi? Uni bo'yi bor. Yonida odamlarga ibodatini nash'asini to'smasin, jirkitmasin ular, kirmasin dedi. Sigaret chekkan odam og'zini yuvmasa, yonida billa o'tirgan odamga bo'yi keladimi, kelmaydimi? O'zi harom bo'lsa, yana bo'yi bilan ozor bersa. Uni halol narsadan payg'ambar qaytardilar. Yesangiz yevring, ammo masjidga kirmang. O'zingizni bir chekkada olib yuring dedi. Endi mana bu narsani chekkan odamlar umuman insoniyatning ko'ziga ko'rinmasdan hojatxonadan boshqa yer yo'q unga. Yer yuzida chekib bemalol yurmasin u odam. Hech kim ko'rmaydigan yerda cheksin, og'zini yuvib g'usl qilib chiqsin. Ene jamiyatga qo'shilsin u odam. Bir umr unga vafolik qilib xizmatini qilayotgan ayolichi, uni ovqatini qilayotgan, uni kirini yuvayotgan, uni erkaklik haromdan saqlayotgan ayolini yoniga ana shu kayfiyatda borishligi zulm u. Xotinini haqqiga zulm bu. Qiyomatda javob beradi shunga.